Assalomu alaykum. Uy oldi loyihasini muxlislari. Ana ancha kunda azmincha dam olib qoldi. O'shaning uchun videoni ola olmay qoldi. Xudo xolisa bugun mehnatda ko'proq uylar chiqyapti. O'shaning uchun mehnatda uylarni qo'yamiz. Bu qo'yayotgan uyimiz mehnat vinzavoddan bir 300 metr uzoqlikda ekan. Mana ko'ryapsizlar uyi oldi fasadi 22 metr ekan. Общий uyi sotugi 11 sotu. Endi ichkariga kirib bir ko'rsatamiz. Kelinglar. Bu uyda shunday 6 ta xonasi bor ekan, bemalol yashasa bo'ladi. Agarda ikkita uchastka ham chursi bo'ladi. 11 metrdan ikkita uchastka uzunasiga zo'r hovli bo'ladi. Uyni ko'ryapsizlar mana. Agar yashashga olsanglar, общий xonalari shunda 6 ta xona ekan. Bemalol shart-sharoitlari bor. Umuman muammo yo'q deyaptilar uy egasi. Keyin eng yaxshisi ham deyaptilar, qo'shnilarimiz zo'r deyaptilar. Nimadir muammo bo'lib qolsa ham yordamga chiqib, nima kamchilik bo'lyapti deb xalaqvo so'rab turishar ekan. Kelinglar. Bu tarafimda mana devor yo'ligidan ham bilsanglar bo'ladi mana. Qo'shnilarning qanaqaligini. Mana bu yoqni ko'ryapsizlar. Shundoq buzib chiroyli uchastkalarning loyihasini qilsa bo'ladi bu yog'iga. Shunda chegarasi mana shlaki blokgacha ekan. Kadastr hamma dokumentlari joyida uyimizni. Shundoq olib chiroyli proyektlar qilib yashasa bo'ladi. Endi qiziq joyi keldik. Bu uyimizni sotigini 23 mingdan deyishayotgan ekan boshqa odamlarga. Lekin men aytdim, kelishtiraylik, chiroyli narx bo'lsin. YouTube'da ko'rgan odam sirasi telefon qilsin deb, olsin shu uyni dedim. Shunda 230 dedilar. Aka, unaqa qilmaylik, bir 220 ga kelishtirdim. Lekin akamga undan ham kelishtirmoqchi edim narxini. Faqat bu uyni sotganimizdan keyin pullar bo'linadi. Sinimga bo'lib beraman, akamga bo'lib beraman dedilar pulini. O'shanga qarab uy joy olinadi, yetmay qolishi mumkin dedilar. O'shanga unaqa kelishtirmadimda, o'sha 220 da qoldi. Bu uyimizdan shunda narxi 220 ming dollar bo'ldi. Bu yog'iga mana bosaveraylik bu yog'iga. Bugungi obzorimiz yangi 16 yillik mahalla 8-tor ko'chasida mana shu uyda bo'ladi. Bu uy egasi bilan sodalashib, hammasini obzorini qilamiz. Qani ketdi. Hatta xonadan haddini darvoza qilishmoqchi. 5 ikkitasiga kelishdi, qolishmoqchi. Men bilan pulini talashmadi, hozir 360 tutdi. 160 mi? Ha, men uni yo'q deyapman. Hop, keyin Qorasaroydan bolalar keldi. 12 olti sotini olmoqchi bo'lishdi. 32 mingdan ishdi, buni ham yo'q dedim. Jan mo'jal azar qimmatroq. Sotigini 32 dan qimmatda, olti sotigini bolalar. Va darvoza bitta bo'ladigan bo'ldi, yo'lak beriladigan bo'ldi. Sal azonlar bo'tgan uchun sotib turibmiz. Hozir atak sotish mo'jalimiz bor. Bugundan hafta holat qolmaydi. Kelib turishibdi. Azorat qilib kelishib sotib yuboramiz. Ne kishi azoratni ko'rsin deb yaxshi olsin. Ha, o'tirishdan bo'lib sotib yuboramiz. Общий narxini bilsin. O'tirishda qancha bo'ladi o'rib. 300 ham bo'ladi. Bu turimiz oyontirib. 300 so'm sotib yuboramiz. 350 lik bo'lmaydi. 360 ga bermayapmiz, 350 lik bo'lmaydi. 360 tirab turibdi. Hozir kerak, ana kun ham kelib ketishdi, prorabda kelib ko'rib ketishdi, xonani ko'rishdi. Ko'rishdi, so'rashdi, gazda qanaqadir, gazda normaldi, svet normaldi, ularga kanalizatsiya bor. Bor, hovli mana katta hovli, uni ko'rishsin, septik hovli. Bu odam uchun solingan kattaga, fasad uzunligiga 25 metr, eniga 25 metr, uzunligiga 48 ga 60, salkam 10 bemalol ko'rishsin. Joyimiz yaxshi, yomon emas. Qo'shnilarimiz hammasi qo'shganliklar. Bitta qo'shnim bor. Hammasi qo'shganliklar. Ha. 360 ga qancha qo'shsa beraveradi? 360 ga traktorga bermayapti. Qancha qo'shsa beraveradi. 15 ga qo'shsa beraveradi. 15. 375 bo'ladi. 360 hozir ham kelib ko'rib ketishdi, joylar yoqdi. Joy teplik sekanda o'tdi, hammasi ko'rganlar, prorablar ko'rib teplik o'tdi. Chap tomondan yo'lak qilamiz.
Bunaqasi 5 ta kafe solamiz. Kafe sizga beramiz, uni ham kelishdik. Lekin narxi to'g'ri kelmayapti. Ancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Boyaga bu yerimizni Qoraqamish Moyqo'rg'on Grillbardan yarim kilometr uzoqlikda joylashgan. Ko'rsanglar bo'ladi, bu yerimizda fasadi 23 metr, uzunasiga bo'lsa 31 metr. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ikkita kanalizatsiya qoldirib ketilgan. Bu uyimizni shunda o'rtasidan bo'lib, ikkita uchastkaga solsak bo'ladi. Bu mahallani ko'pchilik yaxshi biladi. Chiroyli, shinamgina uylar joylashgan bu yerda. Endi kelinglar, ichkarisini ko'rib o'tamiz. Bu uyimizga kirganimizda ko'ryapsizlar, bu qazilgan ekan. Bu joyda oldin xuddi yonidagi qo'shni bilan bir xil qilib paltarashga solingan ekan. Bu joyi biz peshagan ekanlar. Ko'ryapsizlar, bu yoqda plita g'ishtlar turibdi. G'ishtlari ham 45 mingta atrofida, 50 mingta atrofida deyaptilar g'ishtlarni ham. Plita ham bir 30 taga yaqin plitasi bor deyaptilar. Agar kelishsak bularni qoldiramiz yoki olib chiqib ketamiz deyaptilar. Orqa tarafida bo'lsa 3 ta xonasi bor ekan. Kadastr qilishga ham yaxshi bo'ladi. Sizlar nima deb o'ylaysiz deb savol bermoqchiman. 2025-yilda uylar narxi yana arzonlashadimi yoki qimmatlashadimi? Nima deb o'ylaysizlar? Lekin ko'pchilik axborot vositalari yozishiga ko'ra 602% ga yalpi ichki mahsulot oshgani uchun 2025-yilda uylar narxi ko'tariladi deyapti. Kommentariyaga o'zingiz fikringizni yozing. Bu uyimizni sotigini 45 mingdan deyaptilar. Yana u yog'ini kelishilinadi. Xudo xolasa yana keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga salomatlik tilayman. Bugungi bayramlarni yaxshi o'tkazib olinglar. Salomat bo'linglar.